Azizlar, dunyo hayoti bir tekis davom etmaydi. Mana shu dunyo hayoti, dunyo sahnasida gohida xursandchilik bo'ladi, gohida g'am bo'ladi, gohida tashvish bo'ladi. Gohida boylik bilan yashaysiz, gohida yetishmovchilik bilan, faqirlik bilan inson sinaladi. Mana shunday holatlarda mo'min, musulmon kishining, iymon ahlining ishi sabr hamda qanoat degan ikkita kaliti borki, mana shu ikki kalit bilan ushbu boshdan o'tkazayotgan Alloh bergan imtihonlar, sinovlardan o'tib ketishlik chorasi shu hisoblanadi. Afsuski, odamlarning holiga bir nazar soladigan bo'lsak, mana shunday bir holatga tushganda hayratlanarli holatlarni juda ham ko'p kuzatamiz. Yetishmovchilik bo'lganda, musibat kelganda, xursandchilik kelganda yoki biron bir g'am, tashvish kelganda qanoatning yetishmasligining sababidan Alloh taolaning qadariga norozilik holatlari ko'p uchraydi. Hattoki o'zining eng yaqin deb turgan kishilar bilan tortishuvga, janjallarga boradi. Aka-ukalar bilan bir qorindan talashib tushgan kishilar bilan dushmanchilikka, adovatga borib qoladi. Bizga bu narsalarning yechimini go'zal holatda o'rgatgan zot Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. U kishi bizga bergan ta'lim shuki, bularning hammasining boshida qanoat degan mana shunday bir fazilat borki, o'sha qanoat bo'lsa, hech kim bilan hech kim hasadga ham bormaydi, dushmanchilikka ham bormaydi va o'zining Alloh taolo taqsim qilib bergan rizqiga shukrda, qanoatda yashashlik bilan go'zal hayot kechiradi.